Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada sıdağa görürüz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağa. 2021 yıl, 5. ayının 30. günü hürmetli vatandaş. Bugün mavzunu sizlerge yetkizishden avval vaziyet doğrusunu gap kılsak, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti Vali Mahkemesi değil endi. Şu orundan Şinjan yoki Uyg'uristonga berib tekshirishni jiddiy tutgandek qildi bu bir vaziyat. Biroq hozir yana bir vaziyat. Jungoning tashqi ishlar bayonotchisi Hua Chunying xonim arqa-arqadan Uyg'uriston masalasi to'g'risida dunyoga bayonot e'lon qilyotdi. O yaqinda bir bayonot e'lon qilib shundoq degan edi Amerika. Uyg'uristonda ranglik inqilob qo'zg'amoqchi. Shuning bilan Jungoning taraqqiyot yo'lini cheklamoqchi edi. Aradan 4-5 kun o'tmay yana chiqibdi bugun. Sizlar muxbirlar menga savol qo'yavermay, men o'tganda sizlarga xaritada ko'rsatgan va yoki sizlarga aytib bergan masala bo'yicha ish qilinglar debdi. Şunundan görüp olishga bo'ladiki, Hua Chunying xonim o'zining tarixiga bir qarab boqmay so'zlaydigan ayolkan. Mening gapim shu. Vatandoshlar, oxirida biz qani muhokamada ko'rib boqamiz. Mavzu mundaq. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir guruhi kishilik huquq mutaxassislari Jungo hükümeti Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga oldi, nazarband qildi, majburiy emgakka soldi deb ayblangan bo'yicha qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 3. ayning 30. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Birleşken Devletler Teşkilatı bir grup kişilik hukuk mutaxassislari Uyg'urlarni ixtiyoriy qo'lga olyotidi, majburiy emgak qilyotidi degan ayblashlar asosida bu ishga qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk va davlat alqagan şirketler ve başka savdo sanoat sohasi xizmat guruhi qatorliq kishilik huquq mutaxassislari birlashma bayonot e'lon qilib, bayonotida mundaq ko'rsatdi. Jungoning ichi va teshida tizimga oldirgan 150 shirkatning Uyg'ur ishchilarning kishilik huquqiga og'ir tajovuz qilganligi to'g'risidagi uqtirishni topshirib oldi. Birleşken Devletler Teşkilatı tor betida mundaq ko'rsatildi. Bu bayonotni e'lon qilgan kishilik huquq mutaxassislari jumladan og'ir jismoniy qiynash va boshqa vahshiyliklar, odamiyatsizlik va odam salohiyatini xo'rlash, qilmish masalasi va bir taraf qilish, alohida dokladchisi, xohlagancha qo'lga olish masalasi, xizmat guruhi. Hizmet guruhi, odam bedikleri, alayda ayollar ve balalar meselesi, alayda dokladchisi, az sallıqlar guruhi meselesi, alayda dokladchisi, hem de medeniyet hukuki sahası, alayda dokladchisi, qatorliqlardan ibaret. Mutaxassislar e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Jungo kishilik huquq komitetiga a'zo bo'lgan davlat. Kishilik huquq komiteti tayinlagan. Jungo kishilik huquq komitetiga a'zo bo'lgan davlat. Bugun kishilik huquq komiteti tayinlagan mustaqil tekshiruvchi mutaxassis bo'lish sifatimiz bilan biz Jungo Uyg'uriston, yani Şinjan Uyghur Abdunum Ray'ın ichiga oladi.
Cöngöni resmi ziyaret kılıp bu xil diyaloglaşış ve erkin toşqulluq uçurmaydigan asaslar boyunca vaziyetni özümüz bağlaşdan en gaybi fırsatı. Yani Uyguristan'a berip tekşürüş, bu en gaybi fırsat, yani toşqulluq uçurmay tekşürüş. Cöngöni nurg'un şirketleri hem de Cöngöni sırtıdaki hususi şirketler qulla emgekini işletdi, işqi saldı. Qulla emgeki mahsulatı ta'minlash liniyaları bor deb ayıplandı. Bu gruppa kişilik hukuk mutaxassisleri mundaq ko'rsatdi. Bu ishlar xalqaro dangliq markalarni o'z ichiga oladi. Mutaxassislar gruppasi mundaq ko'rsatdi. Hürmetleş pozitsiyasi bilan Cöngö hökumetining butunlay xalqaro qonunlarga mos kelmaydigan jumladan asalliq millatlar huquqini o'z ichiga olgan kishilik huquq qoida nizomlarini va o'lcham tadbirlarini darhol to'xtatishga da'vat qilamiz. Angliya, Kanada, Avrupa İttifakı ve Amerika Qo'shma Shtatlari yaqinda kishilik huquqni eg'ir deb sandi qilgan Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang Uyg'ur Abnum rayoni amaldorlarini embargo qildi.